Aşım sekreter하고 tik bollar çıktı. Datağa. Senin gepingga ishongim olmaydi. Rost gap qilyapsizlar, chaqchaq qilyapsizlar. Ishonmayapsizlar? Ha? Anda bo'lsa hozir uy berib qo'yinglar. Ha? Bir ko'zi qon, bir ko'zi yosh dunyoda deydi. Ha. Tova. Jeppi tuzish bo'lib ketibdi ya? Ha? Shu shuqurda kelgan kadrlar bor-ku, bilib qopdi. Yiginni. Ha. Datağa. Bu xili Udda adam tijima bo'lsa. Kimsa mal tanımaydı ekan. Nenda obdan bo'ladi? Adash, o'tganda vaqo mening ayolim og'rib qilib, doktorxonaga qilgan pulni ekirsam, shu zamon отчет qilib deyman. Ikki ta zo'kin do'stdan pulni bersa, xo'sh bo'lib ketganmi? Men agul sağın alaman, xat qilib turam desam, unimgan boqosaq. Ha, shundami? Ha. Datağa? Ha? Mushadamni para yeb qoldi deb anglayman-a? Rasmida? Yeb qoldi, yebdi. Yebdimi? Ha, shuni qarandan olibdi. Ana, ha. Igisi vajagan bu. Tova. Men tag'i mushu mamlakat bo'yicha sekretarning huquqini eng kichikmada huquq desam, mushulmi xali bir ishni tavirtamda nima-da? Oy, ma bosh huquq emasmi, ma bu? Ha. Ash tuvandagi eng kichiklarga ma yeydi. Ha. Yana bir gap. Aniq Rizvangulgan cho'kan bor-ku? Ha. Oshna bilan munosabati bor ekan, ochqarilib qopti. Ha. Oyjo. U Rizvangulni bir xili bir obda ayol deb anglagandan yerdan uzishib ketgan-ku, ha? Ha. Endi huquq olgan ekan, shunda paylik keltiradi-da, va. Endi shu ashadam chiqib ketsa, kim chiqardi uni qadash? Uni bunda qilni. Mushu atratdikilar o'ylashib o'zimiz saylaylar bu dobirni. Ona gapim qiladi. Ha, ey, sening bir gapingmish atratdikmish deyxalning gapi. Ütama, sen saylasang bo'p qolamiz shu. Voy, sen deb ketding-ku. Ha. Ma bizning ota-bobamiz uchun o'tgan haqchimi biz? Ay, ko'z kelmay ketganman ana. O'zinglar bir bo'lamsizlar. Kim? Men saylayman sizni. Ay, qara, mening musturmushim gurdek bo'lardi. Nima qildi bakardi dedi. Bo'lmasdi-qa? Yo'q. Ya, ikki gapning birisi oti bo'limiz cho'ng o'tgan deb gap boshlaydi. Cho'ng o'tgan? Amaliyot to'saba. O sekretarning oti bo'lsa bir san qo'yib qalandan olasiz va. Biz degan, boy o'tgan deb bola vaqtsi biz. Ay, bo'ldi. Yana shu gapni boshladingmi? Bo'ldi. U gapni deyishmay. Buni desa gap bak usrab ketsa, men bir ishim bor. Rosa tuzmanga bordigan ishim bor, berib kelishim. Azaq ishim bor. Maqladash keyin ko'rsa. Postak milinib o'ldigan bo'ldi o'zing. Tugman deb. Bechara. Ashimi uyida, bizning uyimiz, ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvollar? Yaxshi to'g'rimi? Men Abdulla akamiz deb kelgan. Bu yerda Abdulla deydigan odam yo'q-ku. Ha? Yo'q, shu Abdulla akamning uyi. Bu uy hozir mening. Men bu uyni qarzga tortib olgan. Voy, telefon qilsam men uyda degan tiya. Men sizga dedim-ku, bu uy mening deb. Acayip bir çıkmış bakayım. Va sekretarning bo'lgan. Elanglar. Kes sekretar, silmaslar. Asta. Ya, tamam bular boşunda bular. Endi meni sekretar demanglar Davtaqo. Boshqa.
Bularning hammasini bak o. Maxsus sizlar uchun tayyorlagan. Çok inanlar. Yo'qa inanlar. Estağfurullah sekreter. Etog'i biz qilsak o'lta. Sizdan ol so'rab biz qildiq işte. Sizlar bek baldo chiqyapti da. Bo'pti, sekreter. Uylandim boshqa tamasha deb turgan ko'ngilligimizlar uytib ketadi bu kunlarni. Qur'on shusimda. Hiç bo'lmagandek. Maydangizga kirib yuraverib. Biraz o'rib deb qolsa qo'y. Mana men bor. Bak, nima yanasizmi? Sizlar mang'alqa tuvan turmush kapalti. Ilqa maash ne qilib bergandilar? Necha yoqi shuning bilan bolalarimni beqab turmush ko'chirib keldim. Ma yaxshiliklarni deman zoti. O'zim unutmayman ama yaxshiliklarni. Meni shunchalik tushunganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlarni bu yerga chaqirishimdagi sababmi? Maxsus bir ish to'g'riliq maslahatlashish. Maslahat? Nima ish? Lekin sizlar bu gap sirtqa chiqib ketsa hargiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi? Og'zingni chin tuta olamsizlar? Ha? Qiziq gap aytdilar sekretar. Sekreter, biz unislik sir saqlayamizsak bizni qanday bir egishlik nolda? Chiroq deysiz? Saqlaymiz. Mana gap. Chiqqanlar bormi? Kendi tushgan kadr Ahmet Tursun'un ustidan yuqoriga arz qilsizlar. Sekreter, nimdilar? Yon bir deysizlar? Sizlar Ahmet Tursun'un ustidan yuqoriga arz qilsizlar. Qanday arz qilishni men sizlarga o'tib qo'yman. Qanday qo'rqotamsizlar? Ya. Ish bo'lmasmi-ki? Bu qo'rqmadi qamsa. Tasa qamashmas qoladi. Bizlardan beşik ish topmaydi deymi-ne? Bu degan sho'xligiga cho'ng kadr tursa-a? Sekreter, bu degan bag'o o'ynashadigan ish emas. Kallikdigan gap makalla. Ha, to'g'ri. Baytiga. Bay sizlar uchun jinimiz pido deyishayotmamda. To'g'ri. Hozir kunlarini chaynishib nima kekashishsa, dilim qog'joq oldi men qasona. To'xta. Jinimiz g'o pido. Ma'nodan boshqa ish bo'lib qolsa zada jon berimiz. Hisob. Boshqa ish qanday so'z deysizlar? Mana bu tayyor. Akılışa kolunu çıkamaydı Allah'ta. Bakın çıkar. Ya şunun payını kakasını tıkın. Mos işine. Müşteri balısı yine yapmadın. Doğru. Namzediler. Bre şu kapıya gitsin. Kara. Görüşmesek bulmaydıgan neymiş de? Ha? Yezidan kenetning hisobotini qayta tekshiryapti. Biz ba'zi ishlarni maslahatlashib olmasak, maoshdan chatoq chiqadigan deb turdi. Çatak çıkıdığanlığını endi bilip tutamsa? Ha? Sen yaqinga qanday o'yin o'ynayapsan? Men hech qanday o'yin o'ynamadi. Hey, mening bugun qalg'i tushib qolishimga butunlay sen g'alati sababchimi? Manda odam tillimislar. Voy, tillamaysan qanchalik demaysan, ha? Tillamay qanchalik demaysan, ha? Sen mening ustimdan yuqori qanday qora material berding, ha? Aytan. Gap qila? Men yuqoriga hech nima demadim. Illa billah ish yazildi-mi? Qariyaz, yolg'onchi kazzab. Ha? Qarab turib yolg'on gap qilyapsan, ha? Sen atrofning pulini yemedingmi? Ha? Su pulini yemedingmi? Aminoy qurilish pulini yemedingmi? Men kanatning bir pulini xiyonat qilmadim, meni bilib qo'ysizmi? Yani yolg'on gap qilasan-ku. Men seni o'tirib aytmaydigan bo'lsam. Hey! Meni o'tiribsan! O'tira! Endi sen sekretar emas. Men seni qo'rqib qolmayman. Sekretardim men. Nima qilyapsan? Ha? Ajab uzattimi buni? Ajab uzattimi? Sekretardim qo'ysin. Nasıl? Bunu bir hizmetten. Ha? Anne. Sekreterden ben.
Ha? Sen bile. Tekshirish avval qandaroq ketib bordi? Mesela biz o'ylagandagidan ig'ir ekan izi boshliqqa. Hisobot baqqalaymaqan, nurg'un pulning o'rni yo'q. Nega ishlatganim aniq emas. Qaraganda Hashimning xiyonatchilik masalasini taftish o'rinlariga yo'llamasak bo'lmagadek. Bu tashkiliy tuzumni bek chingtayapmiz. Poklikni tashabbus qilyapmiz. Lekin ba'zilarning o'z nafsiga cho'q tortishi ishlamasganda. Bo'lmasizmi? Qiz bolani ilqinsa, o'xlashtirgansa, ishga qiz olma faqat yarimida. Bo'lsa ash Rizvan gulni kepagina. Rizvan gulni tepasaman. Bu dunyo sendan rozi bo'lib ketay. Bolamda Dubayga chiqaman. Dubayga. Sekretar, o'sha qiz cho'kallining ishidan bir qo'llarini usla, elimi to'ymulla, oltin xocham. Baka ko'giliklarni ko'z tutdi. Magapcha, kunda lag'may yeyasang, suy qashmi ishkin keladigan. Shu Rizvangul ko'zim chiqib qoldi ekan bu to'qining poqiga. Er bo'lmagandan keyin men uni nech qitim aşağıdan qutuldirib qolgan. Endi bir muddat ishlovsi bir ish pishqunni chiqaraman o'ylab ekanman. Bu axir o'ylag'andirman emas ko'zim. Menga bola bo'ldi emasmi? Eşekni ağrıdan çıkarıyordun mu? Ayağlatın. Geldin mi? Geldim. Maçıcımı olmak kanaklarına. Bak ummak getir. Ummak olsa bulanda. Belki birinin bu sakmayacak. Manda bir koy, kala, tüge, at. Buna çok birinin beğenen de değil mi? Hoy Bekrak'ın hükümet bika çocuğu asın kalkşamsılar. Beğeniz kandak kıldı. Çocuğum mantıklı. Paşağa müdürde yapıp gittin ha? Ben sana da koyayım. Biz o ağabey mahallede namı çıkan köp kembagal namrat diye kaçma. Hükümet bizgi vermez. Kimgi versin o temse? Tova ama adamı. Namratlıkta mı, kembagallıkta mı pəxirliğine karşı var ben de. Sen onda diyen bilen bak o. Ötkende koy kalıvergen. Vaktim çüpelişip o çocuğu vergen de demem sen. Bu çocuğu diyen de çoğunmak asan mı değil mi? Ya bu da ya bir ötürep yiğin olmasa. Da bergen diken çoğunkulep. Da bir ötürep yiğidek olganda beğenmem değil mi? Sonra her ikini şu vakti da şu tuğkorduk bilen baktım da vakti. Dada İba kentin çocuklarına vaktinde teşkilik rahmet, kompartiya rahmet deyip git barıtan. Hem de ökülüp kakşardı gittin ya. Vay, hem de sen kaldın mı? Sen bir sakal tarıma cim oturun. Ayda dep koymaz, gerdige ağzından yile. Ya Allah Bekrak'ın. Şu koy kalıvergendim o. Semizini vermeyi, orkunu verip de o. Erkekini vermeyi, çişini verip de deyip kakşıgansılar. Şunun bir tüzü gerek bakmayı şapılam apırıp bazağı setip yok bulduk. O tıkı. Onu satmayınsa har vakiti şäge kirat alsa bulam da. Tıkılıkı Yasin sekreter tıkı. Ma çocuğunu obdan birqib, çoğunqilib, küpeytib, tuxumini setib, Allah'ki seviyege yitinla deydi tıkı. Bu nesini çoğunqib boğucu, bunun Allah seviyege yitip boğucu, menin korkumunu kumbasam da tıkı. Toğlama gelme. Hey de bu çocuğu diyen yerimizin de çoğulap, eyvalap da o toku olduğun neyse. Hem de muş çoğuluğucu sizin korkunlu kum besip giden Bekrak'ın. Dada yavisinin kuyruğu olmasa. Ma kızıkçını. Hoca kızık çok gitti baba. Vay işini bir kılarsın. Hey ben sana da koyay. Mavağı 40 tal çözü 40 tal. Manın kulağı hukul sanmasan tek bulmagan.
Yemini tanışmasan tek bolmagan. Keç gündüz yendi bolmasan müşk yep ketip atkan. Bunu vaga muş buak balıp bakkandek bakmasan bulmay deyme. Aras. Abiyatın sen. Bunu yarım yıldır eyvallah çoğup gitti daha dertten. Bunda olsa var var. Ma çocuklarına anı balı işkini bekanlar. Men aş gazırçılıkımını kılay. Ulan da. Ma'qul Bekrahon biz bakalım. Ranagül görünmeydi o. Oliy maktab imtihonimizdan natija chiqibdi ekan, shuni uqilib ketdi. Hey, men sana deb qo'yay. Ma qiz bola cho'ngib qoldi. Birdan uyaga, birdan bu yerga so'kildab jo'msin, uyda jim o'tasin. Uqdingmi? Kelganda chiroyli deb qo'y. Ma'qul, men deb qo'yay. Unda bo'lsa ma cho'jilni chiqib, ma yem berib, akatek sulanglar. Men bir talada azroq ishim chiqib kiray, ya. Ma'qul. Bulanglar. Bu da qanday qilamiz bo'ladi? Ko'tarib bo'ldi. Adaş, hemimizde yuqori murabsanjimo muborak bo'lsin. Rahmat adaş. Lekin aydoq qaloq eshitganda yana yuqori deb ketqilmaydi. Dadam bilan qo'shib chiqqan bo'ldi-da, adaş. Birinchi kimni aytildi o'qamsan? Şinjan Tibbiy universiteti bilan Şinjan universitetini to'ldirdi. Muborak bo'lsin, adaş. Ichkirlik oliy maktab to'shqizgan bo'lsam, chaqiriq keladigan to'qni birinchi quri bo'lgan ekan. Ailemizning iqtisod ahvolini o'zimiz bilsa deyna adaş. Ichkirlik maktablarda o'qish sharoitimiz yor bermaydi. Shon to'ldirmagandik. Balam şirket kurduk deb oldirashliqda qarangnim kesetmaydigan bo'lib ketdinglar. Va Qaysarjon bolamga etiginchi kes kechdi keldi. Tamoqni bozorda yeydi ekan, qachon tuga ha balam bu oldirashliqinglar. Vay canım ana. Bizning shu sizlar bilan kundum shuna bildi o'tog'imiz bor. Lekin qanday qilamiz? Bir ishni qilamiz deb belni bog'lagandan keyin shu ishning ko'ydi bo'lmasak bo'lmaydi ekan. Bo'pti onasi. O'z vaqtida Qaysarjon shirkat qurimi deb quranmidi. Endi akisi bilan ikkisi birlashib shirkat qurib guliga keldi. Vallahi japoq ichida ishlab o'z turmushini ma'nilik o'tkazsa, biz shuningga xo'sh bo'lamiz. Shunda. Edenlar shu ko'giz kelib ketdi ekan. Keldi qumana ana. Qaysarjon kunduzda yanında bo'lmagan bilan kunda kechda sizlarga hamroh bo'lib o'tadi. Voy bu bolam qancha turdi bu uyda bolam. Bo'pti. Sizlar xo'sh bo'lsanglar, bizmi xo'sh bo'lamiz bolam. Texmi gullab, ko'klab ketdinglar bolam. Rahmat ana. Voy ana, oldirashchiliklarda oldimiz boshlangan o'xshaydi. Akam bilan ishimiz shirkatning ishlariga yetishib bo'lmayla qilyapmiz hozir. Shundaymi aka? Ras ana. İşxanada muqim o'ltiradigan odam yo'q bo'lyapti. Bir odam asa qoladigan o'xshaydi. Shunda qilinglar. Ishnimi qilinglar. Demeli ishnimi unutib qolmanglar. Salomatlik hammadan muhim. Qaysarjon bolam. Eliq Ferida xonimni shirkatga o'tkazib bekilib olsanglar bo'lmamda. Qo'rqib qolsanglar bir ishlaringni qulaylik bo'lib dey bolam. Hozircha o'zimning o'rnimda ishlab turay deydi. Kayfisi yo'q-ku. Oldi bilan uni kelin qilib uyga ekilayli. Ondan keyin shirkatga o'rinlashtirsak, o'ng bo'larmiki? Hozircha endi shirkatga boshqa odam yeb turamiz aka. Shunday qilsak o'ldiga o'xshaydi. Sen mo bir surishti qilsang, kompyuterga pishiq, qo'sh tilga puxta odamdan birini shirkatga kirmasak bo'lmaydi o'xshaydi. Ma'qul. Ma'qul aka. Choy oling. Choy. Choy bana. Qiratganning ishlarim izligi tushib, kitobga qo'l kirdiganlarni ko'payyotdi. Ana mushunda vaqtida men bu yerni tashlab shirkatdan ketsam, faqat yaxshi emasmikan? Shu. Lekin men shunda o'ylabman, bu shirkatga sendan muvofiq bir odam topolmadim. Uning ustiga ayni vaqt o'zimni qo'shilgan. Men endi zavod qurib qolsanglar, texnik bo'lib ishlab berishga qo'shilgan adash.
Menmi shuni bir qiziqmadim yine. Yani bu şirket degende munosabatga mayir bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Menda bu alaylik yo'q, adash. Amsa sahut qurib olsak cho'qim ishlaysa, bu jada yo'q. Ya shu vaqt yana maqratdan qiyamay qolasam ya. Endi shu vaqtcha onumni birazini topaman ishlaydiganlar. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Alaykum assalom. Kelinglar. Ha, Ra'no qilsanglar. Anglasam oliy mehnat imtihoni yuqorini murabsiz ha? Muborak bo'lsin. Rahmat aka. Chaqiriq kelganda taqa? Yo'q taqa, shu chaqiriqni saqlayapman. Ha. Men bir kitob bariyat qilay degan. Qanday kitob lozim ekan? To'g'ri baxmichilik to'g'riliq. Bu kitob baxtliqdan ha? Maddetteki imza yanınızı koyu tamam. Şuşakmı? Ha. Şuna. Rahmat. Her zaman. Maqlamsan ma'ya? Maqlamsan. Allah, ne gülümdü gansılar. Vay nim bo'pti? Topa. Hech kim bo'lmaydi. Mikrofon. Bu Ranagul Ali mektep imtihanı şunca yuqur numarası bir mareklap mı koymudun ya? Bu məyədə bütün edem mareklap git var bu kız valını. Yuqur numar aldı degan gap, qayta maktabda o'qiydi degan gap. O'tganda men dedim-ku, qiz val degan bog'a shunchalik o'qisi bo'ldi. Endi 11 yil o'qidi. Bular hamda Bey, sizlar Ali mektepte o'qitmaymiz demekçimi? Tova dağla. Ey, bu gapni qo'yib, çocuklar qanday olib ketdi? Etgan yoq, yen ba'dingmi, ba'midingmi? Qansi ulab, qansi qoldi, shuning gapini bir qilishaylar. Yemni, ba'dim. Akşam yani ikisi ülepti. Şunun hazır ölgen çocuğu 11 oldu. Bu biz bakamatamdık ya neymiş neyim oldu hiç bilmedim. Bommasını berip texnikini izlep bakamsızlar. Bir vakti olsa kelip bir körep baksın. Ben sana bu narsani qilmoq tas deganmi, demaganmi? Endi uyda taqova. Dada? Ha? Ben to'xbaqmishlik ait bir kitap ağaç kelgan. Shu kitap bo'yicha beqib baqilib bo'lmasa. Nima deydi ma bola? Bolam, to'g'rini menda kitob qarab baqanda. Bo'ldi. Bu ishni men o'zim qilay. Sen ishingni qilavera bolam. Ma, shu. Qanchibini qarab. Mushimi gap bo'ldi men. Tova. Ey. Çocuklar aşk gidelim ha? Ben çıkıp bir qarab bakayım ha. Kiler yekselip ettirim. Cuma balam cuma. Bize açan ettirip durdum. Cuma oğlum cuma. Sigit. Heras. Bana bak kırpa çocuğunu bir qarab bakay balam bana. Hoş bulduk mu? Nuskusum çıraylık gene bunun. Yeni çıkan nuska dep. Yey. Qancha yarışıp?
Bir mektep ötke okutursunuz bir kese. Ana çocuğu yokturdu. Nima? Çocuğu yokturdu? Nimde edigansı balam adam ensip. Bu. Yok ku. Degan biz mangan texbatdi. Bana qarğına balam ayalga. Niye korktum ana çocuğdan uğradım ya. Nimde edigansı balam bu küp gündüzü qavıp. Ana, Ha? dodam ne ketkendi o? Vay tang, ne ketdik. Etigenden keşke sokuldap taladın kirmigen. Ah, kapak direkten tegidi kort oynatam diye. Bana balam Sametcan çakırıp geledi dağını bana. Takbirullah, bu... Sadak geldim ben. Ha? Sen ne mandan? Şimdi mangan. Minizde? Nima chiqar? Çocuğunu uğrap da? Ha, çocuğunu uğrap da içen tapamıdık yoktur da. Bu üzerine tutup al, ciddileşme, öpkenini besip al. Çocuğu ne ketti dep menden soraysın bana. Tutup al. Sizde? He. Siz bilemsizler, çocuğun ne ketti? Çocuğuna bak o. Ha? Kanat yasap uçup. Ha? Unundakin bazağı verip. Unundakin şırak pulga ilinip. Unundakin öyge kaytıp geldi. Dada, çocuğdan setvettin mi? Sötüp etme, onda mecmarık neslerini. Birisini var o, 10 koydun, 280 koyuk setüp ettim. Paklan köşek geldim şunu olayım. Buptu ma? Dada çocuğu çoğun boğan satkan bolsak men köy yaratı. İşin kılamam. Toğdayım, toğ kıldım. Hey Bekrahon. Bana her çıkıp aldı mı? Ha? Bir adam senin çocuğu yakış bir al dedi mi? Bir ondan çoğun boğatkan çocuğundan imdar setüp ettin la. Xuton. Ertki kuyruktan bugünkü öpkü yakşı. Ma yançukta pul kalmadı. Qazi egilir süylep ketdi. Şunu sattım. Bulmaptı mı? Hey adam, bu yançıqda pul kalmadı depla apırıp setütemsizler. Kentikini bilip kalsa ertögün bakaq verdiğin narsini to'xtatasiz qanday qilamiz? Ağzını şuna. Berk bo'lmasa deb qo'yasiz. Ataqa. Kuzning yunduz vaqtib ketganda manamda. Ben pul tep ekirgendiki ben xo'jula. Sakkinim bunun. Ajab to'ydim ha uydim. Ana, bu yığılmağına. Balam. Beri bak go'shtni selanlı bana qozonga. Qo'pa go'shtni alam bana çünkü bana. Çünkü. Sen kirib yordamchi bo'la. Xudoyim tova. Küçük biz ses çocuğunu apırıp set pulga aylantirib paqlandan go'shtni kelib bersan razı olmayman. Yıqilib ketganda qara buniki. Bo'g'ish xotin. Yaxshi yarashmaydigan. Tova. Tibbiy universitet degan qanday maktabkan bolam? Doktor oldigan maktabda da. O'qish bitgandan keyin oppoq xalatni kiyib, ish paqanda doktor bo'ladi dadisi. Ayda, ama adam nimda anvi qilib turdiganda. Qizimizga shunday yo'g'on maktabdan chaqirgan xush bo'lmadingmi? Bir kishi yo'g'onkan bir amalni qilib beqinglar. Asan o'qitdim bu qizvalni. O'zim ming bir japada o'qib, aramış fursatga erishganda endi o'qitmasa qanday bo'ladi? Hey, yana desem, yan deydigan bak xotin. Men qanday amalni qilaman, ha? Qanday amalni qilaman? Qon satayma? Ma börkimni satayma? Çocuğun yok o. Bak koyuvattınma. Raz gap qilsam. O çocuğunu setib etdim. Köpek tutpay olunla dep bergen çocuğun nemi setib etdinglar? Oy şu mening satqım yo'q-da. Qarsam hammamiz xo'roz chiqib qoldi. Bu xo'roz ya tuxum tug'amisa. Ya bunu bir köpek etkinolmasa. Şunu olan şu setib etdim şu. Ay Bekranka. Tolu yalgan gap qilmanglar. Azizane diyorim var.
aşk tete